Dunyoda turklarchalik o'z bayrog'ini sevadigan xalq bo'lmasa kerak. Sizningcha o'z bayrog'ini eng ko'p xo'rlaydigan millat qaysi? Bu savolning javobini bilmayman, lekin mana bu holat yuragimni qattiq azobladi. Odam naqadar farosatsiz bo'lishi kerakki, o'z vatan bayrog'ini beldan pastga kiyish uchun. Bo'lib ham bu xalqaro maydonda kiyilgan. Qadimdan bayroqning tushirilishi davlatning qulaganini anglatgan. Najmiddin Kubro Mo'g'ul bosqinchilarining bayrog'ini changallab jon bergan. Uning changalidan bayroqni har qancha olishga harakat qilishmasin, buning uddasidan chiqish olmagan. So'ngra uning barmoqlarini bitta-bittalab kesishga majbur bo'lishgan. Siz vatan bayrog'i naqadar muqaddas ekanligini tasavvur qilyapsizmi? Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonuniga binoan bayroqni har xil kiyimlarda aks ettirishga yo'l qo'yilmaydi. O'ylaymizki, vatan bayrog'ini xor qilgan bu toifalarga nisbatan chora ko'riladi. Vatanni seving, vatan bayrog'ini qadrlang. Vatan omon bo'lsin.